Ko'yitdan keyin. Son chanoq butun. Tizza butun. Faqat belda og'riq bor. Og'riq qanday? Keling bu yoqqa. Salom. Salom. Siz kim? Og'riq qanday? Qayerda? Mana shu sohada. Mana shu sohada. Qachon boshlangan? To'g'ri turing. Qachon boshlangan? Bu Bu yoqqa. ko'p yillar bo'ldi. Necha yil bo'ldi? Og'riq aytaman, ko'pdan keyin kuchayib ketdi. Hop, 20 yil oldin borib kuchayib ketdi. Mana shu og'riq pastga tiqadiganda, pastga suqadiganda, ya. Yo'q. Qotib qoladi. Qotib qoladi. Qotish boshqa, qotish og'riq emas-da. Og'riq boshqa, Qotib- qotish boshqa. Mana uzoq o'tira olmayman jo'rdana qurib. Bu nima belgisi? Necha metr yurasiz? Yurish 4-5 kilometr ketaveraman. 4-5 kilometrdan keyin ham to'xtaysiz-ku. Yo'q, masalan o'zim sinab ko'rganman-da. 5-6 kilometrgacha yurganman-da, yurib ketaman. 6-kilometrdagi nimaga to'xtatgansiz? Endi sinaganman shuncha. Vaqtingiz yetmay qolganmi yo? Yo'q. Shungacha Rossiyanada atrofda yurganman-da. 3 kilometr, 4 kilometr, 5 kilometr. Oxirgi paytlarda ko'p yurmayapman. Mashqada yuraman. Yaxshi. Ismingiz Ilhom aka-da? Necha yoshdasiz? 63. Ilhom aka bizdan kurs olgan 2,5 oy oldin. Hozir aytyaptilar, 2,5 oydan beri shug'ullanyapman, bitta nima olib kel. Mat. Shug'ullanyapman, cho'ta og'riq kamaymaganday bo'lyapti, deyapti. Umumiy yondashuv bor-da, men tushuntiraman hozir. Liboy odam, har qanday odam mashq qilish kerak deyman. Mat bo'sh. Birinchi har qanday odam uyda mashq qilayotgan paytda ham yoki bo'lmasa kurs olgan taqdirda ham o'zi YouTube'da ko'rayotgan mashqni unga taqlidan nimadir qilmoqchi bo'lgan paytda ham o'zida birinchi kirib kelish bo'lishi kerak. Kirib kelish o'zimning qayerim qanday holatda, qanday ishlayman. Meni kursim shunaqa. Birinchi boshdan kelamiz. Boshni to'liq pastga egiltiring. Mana bundoq. Boshdimi? Dahan tegsin. Mana tegyapti. Kurak ko'tarilyapti, kurak ko'tarmang. Borcha tekizing. Ko'rasizmi? Oxirigacha olib kela olmayapti. Orqada spazm bor. Eshitinglar endi. Orqada spazm bor. Ozgina tezliksizlar, men ozib eshitmay qolasizlar ekan. Spazm bor, qo'yib yubormayapti, lekin bu yerda rezultat qilish kerak. Endi kurakni ko'tarib, bo'yni olib kelib qo'yapti joyiga. Bu xato. Orqaga qayramiz. Bu turgan holatda mana. Maksimal. Kelmayapti o'sha. O'sha ko'tyapti-da. Xo'p, yon tomonga buramiz. To'liqcha o'sha kurak ko'tarildi bu tomonga ham. Harakat har ko'proq. Har qanday amplituda chegaralangan mana o'sha kelmaydi mana. To'liq kelish kerak mana. To'liq kelish kerak. Kelmasa bo'lmaydi. O'sha bu tomonda spazm bor. Bir necha guruh mushaklar ketdik. Burish. Burun bilan to'liq birga burish. Bu tomonga. Bitta o'ng tomonda harakat chegaralanmadi. Qolgan hamma harakatda harakat chegaralangan. Xo'p, keyingisi qo'lni ko'taramiz tepaga, to'g'richa oldinga. To'g'ri, 90 gradus. O'zi bu gradusga kelgan paytda faqat yelka bo'g'imi ishlaydi. Agar mana shu gradusda, mana shu darajada 70-80 gradusgacha kelgan paytda yelka bo'g'imini ko'tarish boshlasa, mana shu darajada o'zida bundoq yordam berishga o'tsa, tushdi o'sha sizda yelka mushaklar normal spazmda bo'ladi. Ketdi, mana shu holatda tepaga to'liq ko'taramiz. Tepaga to'liq ko'taramiz, yonga tushiramiz. Orqaga ochamiz. Bo'ldi. Xo'p, bel endi. Belda turgan holatda oldinga 90 gradusda belni bukamiz. Orqa tomonga o'tinglar. Videoga tushasiz hozir. Mana qarang. Men turibman. Belimni bukaman. Namozda rukuga turgandek xuddi shu shaklda turaman, belim to'liq qayrilishi kerak mana. Ko'ryapsizlar? Bu ideal holat har qanday odamniki mana. Bukchaymang, belni to'g'lang to'liq. Kelmaydi-a? Endi rukuda mana shunday turaman. Yo'q, o'zi asli unaqa emas-da. Hozir undan bukroqmishsa, buni tekis qolmishsa mana joyini. Qo'yib yormaydi-a? Eng asosiy muammo juda ko'p. Qotib turibdi-da o'sha. Ikkinchi tepaga, bunday holatda turgan paytda orqaga qaytish. Orqaga 30 gradus yetarli. Ketdik yonga endi. To'xtang. O'rganingda oldin. Shu holatda yonga to'g'ri qishyapsiz mana. Boshni qishlatirmaydi faqat mana. Gavda bilan. Ana. Bu tomondan endi. Ketdik yana. To'liq oxirigacha. Bor, yonga bor. Bu degani kvadrat mushakda spazm yo'q, lekin qomatni rastlovchi erector spini deydi mana. Korrektor yoki erector spin. Mana shular polni totalniy spazm degan. Totalniy spazm degan. Oyoqni ko'taramiz endi. Shu turishda birinchisi oyoq yon tomonga, shunda prosta ko'tarib ko'ring. Prosta ko'tarildi. Oldinga, tikka holatda turasiz, mana bu turibdi.
Qo'ldan ushlang, to'lig'icha mana shu holatga kelish kerak. Keldi. Tizza bukilmagan holatda 90 gradus kelish kerak mana. Ko'taring. Ko'tarilgani shu. Bori shu. Tomir tortyaptimi orqadan? Yo'q, mana bu yer qotyapti. Oldi tortyapti. Mana qotyapti. Qotyapti. Bo'ldi, o'sha qo'yavermayapti. Bu tomonni ham. Oxiriga. Yo'q, yana. Bo'ladi, endi oldinga bukmasdan. Ketdik. Qotish bor. Orqa tortmayapti, ha? Yo'q, orqada tortish yo'q. Bo'ldi. Shunda turamiz. Oyoq chanoq kenglikda o'xshaydi. Mana chanog'im mana. Chanog'im menimcha emas, yoki buncha emas. Mana. Xo'p, turgan holatda bitta oyoq tashqariga buramiz buni. 45 gradus. Bosh bilan emasdan, bosh bilan burilmadimki mana. Mana, o'zi burildi mana. Buring. Qorin bilan buryapsiz yana. Yana qorin gövda bilan buryapsiz. Tushunyapsizlarmi? Tushunyapman. Ikkalangizning farqi bormi? Qarang mana. Bor, sizniki bilan juda ko'p farqi bor. Videoda sarfini ko'raman, deymi? Tilim siz 1-2 yillik ko'rsataman. Ichkariga ham. Bu harakat 45 gradus harakat deyiladi. Tashqariga 45 gradus, ichkariga 45 gradus bo'lishi kerak. Son chanoq o'zida bironta joy qimirlagan holatda. Bu shunchalik kenglikda bo'lsa, bu qadami to'g'ri bo'lyapti deganda bu. Bunda o'sha tashqariga ochilmayapti. Tashqariga ochilmasa nima bo'ladi desa mana. Oldinga qadam tushadi-ku. Oldinga qadam tushdi. Oldinga qadam tushgan paytda ustiga chiqayotgan paytda ichkariga buriladi. Ustidan o'tib keyin qadam tushayotgan paytda tashqariga burib olish kerak mana. Mana. Mana shu paytda bu tashqariga burilish kerak-da buni. Bu burilish yo'q bunda. Bu o'sha borib tovonni mushaklarni jarangga tortadi va tovonni yassioqlikka uni sharp-sharplar panjamga tushishga sabab bo'ladi-da. Tizzani buking. To'liq tizzani buking. Qanday? Mana shunday buking. To'liq bukiladi, ha? Turgan holatda to'liq oching. Mana, bunda turganimda mana bu 180 gradus deyiladi. Agar tizzani to'liq ochadigan bo'lsam, mana ochiladi mana. Ko'rdingiz, oldiga o'tib ketdi. Oching shunaqa. Ochildi. Panjani ishlatamiz endi. Ichkariga, tashqariga harakatlar erkinligini. To'liq. Oyoq bilan emas, panjani o'zi bilan mana. Nima ishlatyapsiz? Uyda 2-3 mashq qilaman yotgan holda. Chiqarib. Boshqatdan ishlating. O'sha son chanoq bilan birga totalni qotgan ishlamayapti-da. Buni ham. Kursni nima uchun olgansiz? Kursni shu sog'ayish uchun. Yo'q, bilib turibman. Nima muammo bilan olgansiz? Belimdagi og'riqdan qutulaman. Bel og'riqdan qutulish uchun. Bemorda muammo hozir beldagi og'riq hech emas, son chanoq o'ng tomonlama juda harakat keskin chegaralangan. Hatto men aytgandek oldiniga bu yurishda xalaqit qilgan, keyinchalik tovon mushaklarini, boldi mushaklarini ham ishsiz holatga olib kelgan. Chunki bermagan burilishga-da. Bular ishlamoqchi, bularga buyruq kelmayapti, uni burib bermayapti-da boshini. Bu nima qiladi endi desa, bizda kursda ko'p bo'ladigan shikoyat, bizga belni grejasida bo'ladigan super mashq qani deydi. Bizga bo'yni grejasida bo'ladigan super mashq qani deb shikoyat qilishadi-da, bu narsa yo'q. Mana shu insonda belidagi mushaklar polni totalni qotib qolgan, son chanoqdagi qotgan, sonni oldidagi ikkita mushak, to'rboshli mushak ikkita oyoqda ham konkretni o'zi kichraygan, usholmayapti, tortib qolyapti va o'ng tomoni ko'proq, chap tomoni ham jarangga tortilgan, panja va boldir mushaklari ishlamayapti. Bu odamga o'sha mushaklarni ishlatadigan mashq kerak. Bu odamning individual muammo shu. Boshqa muammo yo'q. Endi sizda xatoyingiz qayerda? Har kun birinchi qaysi mashqdan boshlayapsiz? Oldiniga bir oycha qo'shimcha bonus mashqlar bor-ku. Shular bilan aldandingiz. Shular bilan ularni bajardim. Bundan keyin sizga qarab yotib Plankaga turdingizmi bemalol? plankaga turdim. Shu oyoq bilan turdingizmi plankaga? Yo, endi xuddi siznikidek emas, turdim lekin. O'zingizcha turdingiz-da. Turdim, ha. Hop, hozir bugungi kunda mana, bugun ertalab qanday mashq qildingiz? Bugun ertalab mana bu oxirgi kunlarda bergan mashqlaringiz bor-ku. Masalan, o'zi har kun ko'proq belga ishlayman. Mana boldir suyaklarga Boldurchiga qaysi mashq qilasiz? Ko'rsating. Albatta, siz muammo shunaqa yechiladi-da, aka. Menga kunlik kimligingizni aytishingiz kerak-da. Mana shunday yotaman. Mana shunday qilganda o'zi tortib, mana bu joylar qotadi. Tortishida. Men o'ylayman, shu qotyapti, bu joyda ishlayapti deb o'ylayman. Deb o'ylaysiz. Shuni kuniga necha minut bajarasiz? Buni 35 dan 70 ta qilaman, ichkariga, tashqariga.
Keyin Undan keyin mana buni 50 ta qilaman. har kuniga. Har kuni. Mana buni qilaman 30 ta 35 ta. Hop. Mana bu uzoq holatda mana bunday. Ha. Uni qilaman. Undan keyin mana buni qilaman 30 taga chizaman. 10 ta 10 pavtor. Hop. Endi yotgan holda bu keyin tur anaqa holatda. Chala o'tirgan holatda. Ha. Mana bu holatda mana. Sal kelar ekan aka. Bering oxirigacha bering. Oxir yana bering. Yana bering. Bering. Men shuni 35 ta 30 ta qilaman 40 ta. Ha. Undan keyin qo'limni sal ko'paytirib rastashga. Sonni ochib ozgina, oyoqni ochib. Bundan bir 30 ta 20 ta qilaman. Har kuniga. Har kuni. Bir xil. Bir xil. Lekin o'rtada anularni ham qilaman-da. Mana bu sizlarning rezinkalar bilan ishlash bor-ku. Ularni ham qo'shaman ayrim paytda. Oyoqdan tortish bormi? Ayoldan tortish bor. Mana buni qilaman uyda, eshikdan o'tkazib olib. O'shani qanchalik qilyapsiz? Qancha sonimi? Soni 75-100 ta bitta ayoqda ishlayman. Ikkalasida 150. Qachondan beri shunaqa ishlaysiz? Uni men may oyini boshlab kelgandim. Azamatga bir oy qatnadim bu yerga. Kunlik. Bu yerda shug'ullandim. Keyin kurs oldim 15-mayda. Keyin shunda ham kelib turdim bu yerda. Keyin o'sha sizgina ham qo'shib ulardan aytdim, kurs bilan shug'ullanaylik deb kelmadim. Kurs bo'yicha. Xato qayerda hozir? Nima uchun yaxshi bo'lmayapti bemor? San fikring. To'xtab tur, sinan fikrlar. Nima uchun bemorda yengillik bo'lmayapti? O'sha ikkinchi oy tugayapti. To'g'ri qilmaganlar manchasi. Nima uchun to'g'ri qilmagan? Birinchi kun kelishimda Bo'ldi. Kimda yana? Kelishimdan bas. Sonni ko'paytirishda, endi siz jim turingda, shuncha gapirdingiz aka. Vaqtni bu. Kam mashq qilyapti. Kam qilgan yana. Ha? Balki. To'g'ri ko'rsatyapti-ku. Soni kam. Yo biz aldayaptimi? Hammasi har xil qilganlar. Bittasi aytibdilar 20 ta, bittasi 30 ta deyaptilar. Uni eshitdim. Yana qanaqa fikr bor? Har kimning o'zining fikri bo'lishi kerak. Bu sizda. Eshitdilar. Bu sizda. Bo'zbet ilhom aka turibdi. Ertaga siz uyingizda turasiz, o'zingiz oynada qarab turasiz. Nimaga men yaxshi bo'lmayapman deb. To'g'ri mashq qilyapti. Mashq to'g'ri qilyapti. Lechini olgan. Mana hozir ham olyapti. Sonlarni qo'shib borish qiyin. Mana ularni hozir qon topshirib chiqdim. Yana nima? Fikr. Niyat to'g'ri qo'yish kerak. Niyat to'g'ri qo'yib olgan-ku. U meni kursim o'g'irlab videoni sotaman deb olmagan-ku. Ha? Bunda sizlarda yo'q narsa bor. Bunda kurs bor. 140 tadan oshib o'tiring. 140 tadan oshib videosi, hamma narsasi bor. Men bor. Har bitta videoni jismim bilan mashqdan oyog'im ko'tarib, belim ko'tarib deb egilib qilib berganman. Nima yo'q bunda bilasizmi? Bunda daftar yo'q. Bunda intizom yo'q. Bunda progressiyani tartibi yo'q. Ha, men aytyapti, o'rtada uni ham qilaman, buni ham qilaman deyaptim, tamom o'sha. Bunda intizom yo'q, bunda tartib yo'q. Unaqa o'zini individualniy bo'lsa ham buni tartibi yo'q. Ha, men hozir so'rasam, misol uchun, Azamatga kelib yoqqa, senga kelgan ekan-ku. Nima javob, nima qilmayapsan o'zingni? Qil himoya o'zingni. O'zing himoya qil-ki. Nima yaxshi bo'lmadi bu? Sen bir umr seni boqib o'tmaydi-ku, bu sen bir ruxsatga tirikchilik qilmaysan-ku. O'rgatding bir oy, nima uchun effekt bo'lmadi? Nima uchun yaxshi bo'ldi? Himoya qil, akan oldida o'zingga oqla yuzingni. Men bular aybdor qilmayman. Siz aybdor, lekin aybdor bor-ku, to'g'rimi? Yo'q, aybdor bor. Aytganmisan? Mana shu narsani tushuntirganmisan? Daftar tushuntirganmisan? Daftarda tushuntirmaganman, lekin siz 20 ta 30 taga charchamayapsizmi? Qo'sh 25 ta qo'shib bitta charchaganingizcha deb aytilgan. Buni qilmayman. Uyda bo'lsa boshqa ishlarni qo'ygan.
intizom yo'q. Ketma-ket yo'q. Aka birinchidan o'zini xato tashxis qo'ygan. Bu muammo faqat men belimda bo'lyapti. Muammo buni son chanoqda yaxshigina. Tekshirgin, yoting. Son chanoqda anavini ham ishlayapman-da, endi ko'rsatmadim. Yoting, ko'rsa yo'q, qorin yoting, qorin bilan. Rotatsiyani tekshir. Bu yelkangizni qo'ying uchun ikkalangizga. Bo'sh qo'y. Ana. Sekin. Bo'ldi. Endi torting. Bo'ldi. Ko'rdingmi? Внутренний yo'q, bu yoqqa bu yoqqa. Наружный bor. Внутренний yo'q mana. Ko'tarilib ketgan. Sразу ko'taradi. Mana ko'tarilib ketgan. 45 gradusga tushish kerak. Mana shunday turish kerak mana. Sog'lom odamda. Bunisini tekshirib. Bunda ham внутренний yo'q. Наружный ko'r. Наружный bor. Ikkalasida ham faqat oyoq tashqariga yonga odatlangan, mana yuraveradi bemalol. Mana bunaqa bo'la olmaydi. Bu yoqqa umuman kela olmaydi ichkariga. Men aytdim-ku, hozir qadam to'g'ri bo'lishi uchun mana tushdi birinchi qadamda. Tovon tushdi. Unda panja kelgandan keyin men o'sha yukim bilan buni ustiga o'tyapman. Bu ustiga o'tayotgan paytda shom burilib yerga yopishadi mana. O'sha paytda ichkariga burilish kerak-da mana. Ichkariga burilib yopishadi yeriga. Men ichkariga burilib yopishtirib, keyin ko'z tashqariga aylantirib ketaman-da bu qadam ketligida. Bunda u narsa yo'q. Endi amankini kamchiligi meni muammoim belimda deyapti, son chanoq esdan chiqaryapti, tovon. O'shuning uchun faqat beliga to'g'ri deb bilgan mashqni uni ham tartibsiz bajaryapti. Son chanoq bilan tovonni esdan chiqaryapti, shunchalik yaxshi bo'lmayapti-da. To'g'ri qadam qo'yish deb savol bordi. Bir tekis chiziqda qadam qo'yish bilasizmi? O'zi asli inson shunaqa yuradi. Mana oyog'im turibdi mana. O'sha qadam qo'yilganda oyoq buriladi-da. Burilmaydi, normalda burilmaydi. Men odam o'zi bitta liniyada yuradi maksimalni. Bitta liniyaga yaqinlashib yuradi. Hech qanday odam bunaqa yura olmaydi. Chanoq kengida yurib bo'lmaydi-da, tabiatan shunaqa o'zi. Bitta liniyada yurishga kerak odam. Mana shu yurish to'g'risida gapingizni birinchi eshitgandan beri har kuni zinadan chiqqanda ham, tushganda ham e'tibor qilaman. Yurganimda ham e'tibor qo'yaman. Shu oldin tovon tushib, Faqat tovonni tushirgansizda, ikkinchisini ishlatmagansizda, mana ishlamagan-ku. keyin son chanoqqa mashq berdingiz yaqinda. Birinchi bukkan holda ichki tomonga, tashqi tomonga aylantirish, keyin tikka holda ichki tomonga, tashqi tomonga. Uni ham qilyapman, pashta 10 kun, 15 kundan beri. Yo'q-ku samarasi. Shunga Qilolgancha qilyapsiz. qilolganimcha siz aytdingiz, maksimal olib boring, ikkinchi son chanoq ko'tarilmasin, ishlamayotgani. Bunisida yana o'qimaydi. Tashqariga chiqqanda ikkinchisi ko'tarilmasi kerak son chanoq. Shu aytganlaringizni vнимательно qilishga harakat qilaman-da. Lekin plankani noto'g'ri qo'yapsiz-da. Mashinga amal qilmayapsiz. Mashinasi yo'q. Keyin katta kamchiligi shu. Qilolganingiz deganim, hozir sizda mana belida muammo bor. Tosh tortdi-da, o'qlov bilan tortdim. Beliga tortdim. Oddiy mashqni, qoringa. Misol, Ana shuni ham qilyapman. Bir hafta bo'ldi qo'ydim. nechtaga chiqdingiz? 10 tadan 3 podxod qilyapman. Nechtaga chiqdingiz, eshitib turinglar. 10 tadan 3 podxod deyapman. Mana hozir Buni 10 tadan 3 ta podxodni bir hafta oldin ham, hozir ham shunmidi? shu. Shuni o'zgartirish bo'ladimi? Yo'q, bir hafta bo'ldi-da boshlaganim. Bu yaqin. Yo'q, chunki siz qilolganingizcha qilyapsiz-da. Mana qarang. O'zi asli 10 tadan 3 ta podxod, 30 ta podxod, mana 30 ta son. 30 ta son emas, sizga o'zi 45 taga yetardi kuchingiz. Tushundingizmi? Bu bir ichki mushakni kuchaytirish uchun degan. Orqaga ichkini ham yonboshdan ham tep orqadan bo'ladi. 45 taga kuch yetadigan joyda siz mana bitta meni kuchim 30 taga yetadi deb o'zingiz aldab yuribsiz-da. Mushakdan hozirgi ishga olish imkoniyati amplitudasi ishlayapsiz. O'sha ichida yuribsiz-da hozir. Komfort zonadan chiqmoqchi emassizda, tushundingizmi? To'g'ri. Yana bitta narsa. Vada nuqtai bilish degani uchun juda narkotikani Mana hozir qilgan testim, mana gapingizni bo'laman. Hozir qilgan testim umurtqa emirishi, tizzasida muammosi bor, bo'yinda muammosi bor, tuberkulyozi bor, spidi bor, yuragida kasali bor. Har qanday odam testdan o'tadi. Unda ishlagan paytda men videoda ko'rsatganman. Yurak urishi 100 tadan oshmasa, 100 tadan oshmasa, mashq qilib bo'lgandan keyin nafas olgan paytda gapirishga bersa, shunaqa qizil sariq bayroq chegaralar bor-da. O'sha qizil bayroqqa yetib bormasa, liboy odam mashq qildiradigan narsa. Juda oddiy tuzilgan bu. Bu kishining vahimasi hozir menda umurtqa emirishi bor. Dozadan kamaytirib mashq qilishing degan o'ng bor-da kishida. Yo'q. To'g'rimi? Mana doktor shu yerdalar, shu birinchi kelganda doktorim Azimatga aytdi, bu kishiga qaltis mashqlar qildirmang. Aka, unga 3 oy bo'ldi. Ha, 3 oy bo'ldi. To'g'ri.
3 oy bo'ldi. Mayda boshida edi. 3 oy bo'ldi unga. Bo'ldi, o'tdi u davr. Shunga qo'rqamanda har zamonda hadik bor. Ana mutqalar bir-biriga yaqinlashgan. Xudo ko'rsatmasin bu narsa bo'lib qolmasin. Bu ham 5 kun 10 kun o'sha plazma olib turib yaxshi bo'lguncha davrda deganda, ozgina moslashguncha bo'lgan davrda. Bo'ldi endi ishchi holatga tushdi, trassaga tushdi, endi bosish kerak. Bir ikki marta gapni ochig'i siz aytgandek nagrushkani kuchaytirdi. Og'riq bo'ldida, qo'rqdim. Og'riq, men kursda aytganman-ku, og'riq bo'lmaydi deganman. Yo'q, og'riq bo'ladi degansiz. Hammasini eshitdim, hamma videolarni. Og'riq bo'lsa ham bajariladigan. Ana shkalani chizganman-ku, mana shkala bor mana. Ana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 talik shkala bo'yicha mana shu 5-6 ball sizni pogranichniy zonangiz bo'ladi. Siz zona komfortda 1-2 ball ichida yuribsiz-da, aylanib. O'sha aylanib yurishingizga loyiq natijada. Tushundingizmi? Aka, men daftarni tez tutish kerak. Tez tutish kerak. Daftarni tez tutib, bugun misol uchun 29-iyul bo'lsa, 9-avgust, 19-avgust, 29-avgust, 9-sentyabr bo'lib, har 10 kun yoki har haftada buni progressiv unaqa soni oshib bo'lmasa bo'lmaydi. Bugun 20 ta edi, bir haftadan keyin 25 ta, keyin 30 ta, keyin 45 ta, buni soni oshib borish kerak. Mashq qilsa. Liboy narsani, liboy mashq kuchayib borish kerakda. Mana bugun 10 kilo tosh ko'tarayotgan odam, men hozir mana shu toshni ko'tara olmasdim. Oddiy tushuntiraman sizga. 5 kilo ko'tarardim, 20 tadan 80 ta qilardim. 1 yildan keyin 5 kilo toshni 20 tadan 80 ta qilaveraman. Bu men mashq qilayotganligimni faqat mana shu dozada qolganimni bildiradi, bo'ldi. Men keyingi dozaga ko'tarmayapman. Bu komfortga tushib qoldim. Umuman mushagim og'rimayapti mana endi. Bir hafta 5 kilo toshni 20 tadan 80 ta qilganimdan keyin keyingi haftada o'sha buni yo 7,5 yo 10 qilamanda, endi 20 tadan 80 ta qolaman. 10 ta yoki 5 ta zo'rg'a kuchanib qilamanda, bir haftada shuni 20 tadan 80 ta qilgan darajaga olib kelaman. Men o'sha og'riydi, o'sha paytda mana og'riq bo'ladi. Ishlayotgan mushak og'riydi, mana o'sha og'riydi. Undan keyin bir haftadan keyin o'sha keyingi dozaga o'taman, Mana shu prinsip doimo og'riq bilan mashq qilishingizniki bo'ladi. Doimo og'riq bilan mashq qilasiz. Zona komfortda og'riqsiz, ki bitta mashq qo'yish, yaxshi bo'lishim kerak, xudo xolasa. U bilan bo'lmaydi. Og'riqsiz tug'ib bo'lmaydi-yu. O'zi og'riq bilan yuraman-da, yashayman. 20-30 Qo'rqoqsiz-da. ayrim payt mashq qilayotgan paytim tushadi. 100% ketadi aka. Xursand bo'laman-da, kechga borib yana kuchayadi. Men shunda o'tirib ovqatlanaman, o'tiraman, boshqa yurib kelaman. Qayerdan siz? Mana qanaqada turaman. 23-kvartal. 23 ta. Piyoda kelasiz-a? Yo'q, mashinada. Mana piyoda keling ertadan boshlab. Ertalabga ol bu kishini. Soat 4 ga ol, ertalab 5 ga gruppa bilan ol. Bir 10 kun shug'ullantirganda men aytaman rezultatni. Daftar olib kelsang ertaga boshlab o'sha 20 ta mashqingni daftar bo'yicha progressini ta'minlab ber, menga 2 hafta mayli. Qochib ketishini ko'raman keyin. Uyda qanaqa tinmasdan mashq qilib, siz-ku yozmaysiz, siz farosatingiz bor odamsiz-da. Farosatsizlar bor o'rtadagi o'tiradigan. Men sen aytgan mashq qildim, balo ham bo'lmadi deb yozadi-da. U haq. Ha, hamma joyda yozadi. Chichvoradi hamma joyda yozadi. Hamma joyda siyib chichvoradi. Qo'polib aytaman, og'zim shu darajaga olib kelishdi meni. Juda bir badxulq emas edimmi, chiroyli gapirardim, xushmuomala bo'laydim, meni shunaqa qilib qo'yishdi. Hayot shunaqa qilib qo'ydi-da. Tushundingizmi, Xom aka? Ertadan ertalab 6 dagi nima, 5 dagi podxodga kelasiz, 4:30 mana shu joyda bo'lasiz. 4:30 keladi ular o'sha. 4:30 da o'sha uzog'i 5 da kelishadi, 15 ta bitta askar bor, 5 ta erkaklarga qo'shilib shug'ullanasiz, qani menga aytadi. Nima mashqlar bilan ko'rsatadi? Ko'rsatadi aka. Keyin men bir ikkita narsani ko'p boshida sizga kelib ko'rsatgan mashq qiladiganlarimda podxod degan narsani tushunmayman-da ko'p. Takror. Qarang mana. Boshida Qarang mana. 10 tadan 4 ta podxod deydi. Bu degani 10 martani bir vaqtda qilasanda, shuni 4 marta takrorlaysan degani. Mana rezinka tortishni ko'rsatgansiz yaqinda anaqada oxirgi videoda. Men 50 tagacha qilardim-da, har kuni 50 ta qilardim. Kuchim 50 taga yetardi, 50-60 ta. Hozir 4 podxodda qilyapman-da, bir haftadan beri. Lekin o'zgarish bo'lmayapti-da. Keyin aytaman, aytganlarni qismi bo'lmayapti deydi. Shuni topasiz. Shuni endi azamat bilan topasiz.
Hech muammo yo'q. Bo'ldi, turing. Tushundinglarmi? Bu sizlar uchun dars. Bu sizsiz. Uyga borib oynaga qarab o'tirsangiz, o'zingizga qarab o'tirgan bo'laverasiz. Sizda shunaqa savol bo'ladi ertaga, davolanib ketgandan keyin yoki borib 4 ta 5 ta mashq qilgandan keyin, bir oydan keyin hech narsa qilmagandan keyin og'rib qolgandan keyin savollar paydo bo'ladi. Keyin o'zingizga o'zingiz savol berib, nima qilib qo'ydim men? Nimaga borib keldim o'zi? Nimaga 8 ming pul to'lab keldim o'zi? Nimaga 5 millionga kurs oldim o'zi? Deysizlar-da. Bundan savol bormi? Yo'q-a? Ahmadjon keling. Ahmadjon bugun zajiyat qilaman deydi. Bu sonchaliqqa hammasiga tegishli. Hammasiga tegishli. Bizda hozir birga faoliyat yuritayotgan jarayonimiz davomida ko'ryapmizki, juda ko'p travmatologlardan shikoyat kelyapti-da. Endi tizza mashqi bo'yicha. Men tizza mini kursim ham bor, katta kursim ham bor, bo'yicha ko'p ma'lumot keltirganmiz. Tizzani atrofda bir shaklda baquvvat qilmasdan turib, bironta muammoni tugatib bo'lmaydi. Biz bunga mana o'sha 20 mingdan oshdi. Menda onlayn, offlayn bizda davolanib ketayotgan odamlar katta son bu, kichkina baza emas bu. Biz shu tajribani sizlarga o'rgatamiz. Maqsadimiz sizlar to'g'rilayli o'rganinglar bo'ldi. Ahmadjon tushuntiradi lozim. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzumiz mana shu yerda turgan bemorlarning 90%ni bezovta qilayotgan narsa bu tizza bo'g'imi haqida qisqacha to'xtalamiz. Mana bu ko'rib turayotgan narsalaringiz tizza bo'g'imi. Bu bo'g'imlar orasida eng yirik bo'g'imlardan bittasi va eng ko'p zararlanadigan, hozirgi vaqtda 90% va undan ham ko'proq desak ham bo'ladi, ayollarda asosan tizza bo'g'imini zararlanishi. Xo'p, tizza bo'g'imini zararlanishdan oldin uni bir fiziologik holatini ko'rib chiqishimiz kerak. Nimalar o'zgarishi hisobidan tizzada qanaqadir patologik holatlar kelib chiqadi. Tizza bo'g'imida doim biz aytamiz, mana shu tizza shari. Mana shu tizza shari. Tizza sharida 3 ta triplet bor, ya'ni 3 dona eng asosiy, ya'ni eng ko'p funksiyani bajaradigan, mana bu tizzamizda kasallik keltirib chiqaradigan yoki osteoartroz kasalligi, gonoartroz kasalligini keltirib chiqaradigan sabablari bor. Bulardan fiziologik holatda eng birinchisi sinovial suyuqlik. Mana ko'p MRTlarni ko'rib berganimizda aytamiz, tizzangizda jitkis bor ekan, sinovit bor ekan, bursit bor ekan deymiz. Mana bu normal holatda ham sinovial suyuqlik bo'ladi. Xo'p, sinovial suyuqlik o'zi nima vazifani bajaradi? Sinovial suyuqlik tizza bo'g'im sharidagi ikkala suyakni bir-biriga ishqalanishini oldini oladi. Misol uchun, ikkala qo'limiz quruq holatida ishqalasak, bu yerda bo'ladigan o'zgarishlardan birinchisi ishqalanish kuchayadi terimizda va issiqlik hosil bo'ladi. Uchinchisi bosim hosil bo'ladi. Aynan mana shu sinovial suyuqlik ishqalanishni oldini oladi. Issiqlik o'sha yerda bosim pasaytiradi, ya'ni bosim hosil bo'lishini oldini oladi va mahalliy temperaturani oldini olib turadi. Sinovial suyuqlik. Yana bir eng muhim vazifalardan bittasi bu sinovial suyuqlik antibakterial ta'sir qiladi. Ya'ni tizzaga har xil infeksiyalar tushishi natijasida o'sha sinovial suyuqlik tarkibidagi makrofaglar, leykositlar hammasi o'shani o'ldirib, tizzani himoyalab turadi. Ya'ni himoya vazifasini ham bajaradi. Keyingi etapdagi vazifasi bu hamma oziq moddalar, mana bu yerda Minsk tog'ayi, tizzani o'zi uchun oziqqa kerakli bo'lgan oziqa moddalari ham sinovial suyuqlikda to'planadi va sinovial suyuqlikdan oladi. Ikkinchi eng muhim narsalardan bittasi bu Minsk tog'ayi. Minsk tog'ay mana bu narsa mana. Ko'rib turibsizlarmi? Oq narsa bor-ku mana. Oq narsa mana shu Minsk tog'ay hisoblanadi. Minsk tog'ay nima vazifani bajaradi? Eng asosiy vazifasi bu amortizatsiya vazifasini bajaradi. Amortizatsiya degani mana mashinaning amortizatsiyasini hamma ko'rgan. Mashina amortizatsiyasi mashina ketayotgan vaqtda o'sha ballonni chuqurga tushganda ballondan qayta reaksiya hisobidan kuchli
bosim bilan misol uchun kuch kelayotgan vaqtda amortizatsiya shuni yutib, ramaga og'irlikni, ya'ni kuchni o'tkazmaydi. Bu yerda ham Minsk tog'ay yuqoridan kelayotgan kuchni yutib, pastdagi suyakka kuchni kamroq o'tkazadi. Bu amortizatsiya vazifasi deydi. Keyingi vazifasi, e'tibor bersangizlar, mana bu ikkala suyakka mos holatida qolipi bor mana. Ko'ryapsizlar? Mos holatda qolib, xuddi son suyagiga misol uchun mos holatda turibdi. Bu suyakni to'g'ri harakatlanishga, ya'ni tizzamiz to'g'riga misol uchun bukiladi 135-40 gradusga va 90 gradusga ochiladi mana. Mana shu vazifani bajarish uchun Minsk tog'ayi qolib vazifasini bajarib turadi. Shuning uchun biz aytamizki, mana fizkulturaga tushayotgan vaqtlaringizda tizzalaringizga elastichni bint bo'ylab tushinglar. Nima uchun? Bu mana osteoartroz kasalligida yoki gonoartroz kasalligida hozir darajalari bilan tushuntirganimizda Minsk tog'ayida yemirilish, razriflar bo'ladi. Masalan, bu yerda hammada 2-chi, 3-chi, 4-chi darajasida tizza bo'g'imida jarohatlanish bor. Mana shu Minsk tog'ay jarohatlangandan keyin qolib vazifasi yo'qoladi. Ya'ni siz mashq qilib turibsiz, xohlagan bir tizza mashqini qilib turganda noto'g'ri harakatlanish natijasida mikrotravmani oldini olish uchun elastichni bint bo'ylab turish kerak bo'ladi. Bu demak amortizatsiya qolib vazifasini bajarar ekan. Uchinchi bu yerdagi tripletlardan bittasi manfiy bosim. Manfiy bosim. Manfiy bosim nima degani? Manfiy bosim yerni tortish kuchi bor. Ya'ni 9,81 newtonga teng. Ya'ni 1 kilogramlik narsa salkam 10 kilogram bo'lib yerga tushadi, yerni tortish kuchi hisobidan. Lekin mana bu yerda tizza sharini ichida manfiy bosim bo'lganligi sababli yerni tortish kuchidan uziladi bu. Ya'ni 1 kilogramlik narsa 1 kilogram bo'lib tushadi. 1 kilogramlik narsa 10 kilogram bo'lib tushmaydi. Shunaqa bir teoriya bor. Agar mana bu uchala triplet normada ishlasa, og'irlik 1 ga 10 nisbatga o'zgaradi deyiladi. Ya'ni bu nima degani? 10 kilogramlik yuk, mana shu yerda 10 kilogramlik yuk, mana bu yerga 1 kilogram bo'lib tushadi. Bu juda ham yaxshi narsa. Chunki misol uchun biz yuguramiz, sakraymiz, harakatlanamiz, bu natijasida yoki og'ir yuk ko'taramiz. Og'ir yuk ko'tarilganda mana bu triplet yaxshi bo'lsa, pastki boldir suyagiga yoki tizza bo'g'imini jarohatlanishi shuncha kam bo'ladi. Bu normal holatdagi tizza bo'g'imi uchun kerakli narsalar. Endi kasalliklariga o'tsak, kasalliklarida hamma bo'g'im sistemani jarohatlanishi yoki yallig'lanishiga osteoartroz kasalligi deyiladi. Bu yelka bo'lishi mumkin, son chanoq bo'lishi mumkin, tizza bo'lishi mumkin, boldir bo'lishi mumkin yoki mayda bo'g'imlarda ham yallig'lanishiga osteoartroz kasalligi deyiladi. Endi tizzada aynan osteoartroz kasalligini yoki gonoartroz kasalligi deydi. Rengenologik 4 ta turi bor, darajasi bor. Ya'ni misol uchun birinchi darajada mana bu hozir yozib o'tgan 3 ta tripletdan manfiy bosim o'zgaradi. Hozir aytdik, manfiy bosim bu yerni tortish kuchini cheklab qo'yadi. Ya'ni 1 kilogramlik narsa 1 kilogram bo'lib tushayotgan edi. Endi manfiy bosim o'zgarganda suyaklar orasidagi masofa qisqaradida, suyaklar bir-biriga tekkanda qirsillagan ovoz chiqaradi. Shu yerda ko'p savol beriladi, meni oyog'im ham qirsillaydi-ku. Hamma mana qirsillagan oyoq yoki bo'g'imdagi qirsillagan tovushlar bu osteoartroz kasalligi hisoblanmaydi. Mana bitta harakatda qirsilladi, keyingi harakatda qirsillamadi. Bu kasallik emas bu. Qachonki misol uchun harakatlanib turganda kimnidir oyog'iga qarasangiz qirs har bir harakatda qirsillagan tovush chiqaradi. Demak, bu
osteoartroz kasalligi yoki gonoartroz kasalligini birinchi darajasi hisoblanadi. Demak, yozamiz qirsillash. Demak, birinchi belgisi muntazam qirsillash. Muntazam. Shu bo'g'im ishladi, demak tovush chiqaryapti. Qirsillagan tovush chiqaryapti. Keyin kimdir savol beradi, menda qirsillagan emas, g'ijirdagan tovush chiqaradi deydi. Bu g'ijirdagan tovush keyingi etaplarga o'tganligidan dalolat beradi. Hozir uni ham aytamiz. Demak, birinchi darajasida ko'p uchraydigan klinik belgilardan bittasi bu qirsillagan tovush chiqarishi. Xo'p, demak biz aytdik, birinchi manfiy bosim o'zgardi, suyaklar bir-biriga yaqinlashdi va suyaklardan tovush chiqishni boshladi. Ikkinchi darajasida mana suyak bir-biriga yaqinlashdi. Muntazam yurgan vaqtda, misol uchun mana birinchi darajasi qanchagacha davom etadi? Agar travma olmagan bo'lsa, bu 3 yildan 5 yilgacha davom etishi mumkin. Yuraveradi. Hech qanaqa og'riq yo'q, faqat qirs qilib yuradi. Hech qachon vrachga murojaat qilib bormaydi. Bo'ldi, bu tabiiy holat, sherigiga qaraydi, sherigida ham shunaqa. Undan so'raydi, "Meni ham oyog'im qirsillaydi" deydi. Bo'ldi, demak 3 ta 4 ta kishida bo'lsa, bu norma hisoblanadi. O'zicha bo'ldi, yuraveradi. Endi ikkala suyak bir-biriga yaqinlashdi, tog'ayda jarohatlanish ketishni boshlaydi. Ya'ni endi oyoq qirsillab turadi, qirsillash bor edi. Plus ikkala suyak yaqinlashib uzoq vaqt yurgan hisobda Minsk tog'ayida jarohatlanish ketdi. Minsk tog'ayida jarohatlanish ketdimi, birinchi belgisi shu oyoqda og'riq boshlanadi. Plus og'riq. Plus shu holatda og'riq bilan 1-2 yurgandan keyin yoki nagruzkali mashqlar qildi yoki futbol o'ynadi yoki uzoq yo'lga yurib yordi, ozgina tizada shish paydo bo'ldi. Shish bo'ladi. Plus shish bo'ldi. Demak, bu holatida ham Minsk tog'ayida o'zgarish ketyapti, ham sinovial suyuqlik noto'g'ri ishlab chiqarilyapti. Sinovial suyuqlik normada tizza hajmiga qarab 3, 5, 9 millilitrgacha bo'ladi. Normal tizzada 3, 5, 9 millilitrgacha bo'ladi. Undan oshgani patologiya hisoblanadi. Mana shu ajralib chiqarilayotgan 5 millilitr sinovial suyuqlik 24 soat ichida tozalanish kerak. Ya'ni 5 millilitr ishlab chiqarildi, 5 millilitr so'rildi-da, yana yangisi ishlab chiqarilishi kerak. Hozir biz aytdikki, sinovial suyuqlikda oziqa modda oladi, bu yerda ishqalanishni oldini oladi. Sinovial suyuqlik moysimon suyuqlik. Qancha uzoq vaqt bu tizada turib qolsa, o'zini xususiyatini yo'qotib, patologik suyuqlikka aylanib qoladi. Ya'ni sinovial suyuqlik emas, endi sinovit bo'lib qoladi. Sinovit bu patologik suyuqlik hisoblanadi. Demak, patologik shu sinovial suyuqlik ishlab chiqarilib, surilmay, normadan ko'p to'planishi va uni tarkibini o'zgarishi sinovitga olib keladi. Endi ko'pchilik savol beradi. Mani sinovit dedingiz, bursit dedingiz, suprapatellarni bursit dedingiz. Bular o'zi nima degani? Oddiygina tushuntiraman. Mana bu tizza sharini ichida, mana tizza kapsulasining ichida patologik suyuqlik to'plansa, bu sinovit deyiladi. Ko'rsangiz, tizzani o'zida shish bor. Kimdir aytadi, mani misol uchun mana pastki sohalari, orqa tomonlarida shish bor deydi. Yo'q. Agar bu tizza kapsulasidan tashqari muskul kapsulasida patologik suyuqliklarning yig'ilishiga bursit deyiladi. Endi misol uchun ko'pchilikka muolaja qilyapmiz, mana plazma terapiya qilyapmiz. Plazma terapiyada e'tibor bersangiz, suyuqlik tortib, tizzangiz toza yoki toza emas, suyuqlik bor yo yo'q deb aytyapmiz. Faqatgina biza sinovit haqida gapiramiz bunda. Chunki tizza kapsulasining ichiga kirganda patologik suyuqlik bo'lsa, bu narsa olinadi. Bursit bo'lsa-chi, bursit ko'pincha mana lecheniya vaqtida yoki fizkultura vaqtida avtomatik so'riladi ular. Sekinlik bilan so'riladi. Xo'p, demak ikkinchi darajasida Minsk tog'ayida ham
sinovial suyuqlikda ham manfiy bosimda ham o'zgarish bo'ldi. Endi 3-bosqichda nima bo'ladi? Shu yerda yana bitta narsani tushuntirib o'tish kerak, chunki ko'p savol bo'lyapti. Ko'pchilik so'rayapti, mani tizam yaxshi bo'ladimi? Mana tizam 2-daraja, 3-daraja, 4-daraja bu yaxshi bo'ladimi o'zi deyapti. Mana shu joyda savolingizga javob beramiz. Mana 1-2-daraja bo'lsa, 1-2-daraja bo'lsa, uni 3 ta kriteriyasi bor. Birinchisi yosh nisbati 30 yoshdan kichik bo'lishi kerak. Yoshi mana 1-daraja yoki 2-daraja bo'lsa, uni yoshi 30 yoshdan kichik bo'lishi kerak. Nima uchun? Bo'g'im sistema, suyak sistemalarini qayta shakllanishi shu 30 yoshgacha bo'ladi. Bo'ldi, undan keyin suyaklar ham, boshqasi ham qayta tiklanmaydi. Ikkinchi nimasi? Ortiqcha tana massasi bo'lmasi kerak. Tana massasi bo'lmasi kerak. Ya'ni semiz bo'lmasi kerak. Semizlik qanday hisoblanadi? Oddiygina bo'yga va og'irlikka nisbatan hisoblanadi. Masalan, eng jaydaricha hisoblanishi bo'yingiz misol uchun keling 160 sm bo'lsa, ha? Bo'yingiz 165 bo'lsa, og'irligingiz qancha? 72. Og'irligingiz maksimal 60-65 kg bo'lishi kerak. 60-65 kg. Endi lekin mana bu kasallik bo'lganda, mana osteoartroz kasallik, gonoartroz kasallik bo'lganda qancha ortiqcha tana massasi kam bo'lsa, masalan siz 65 kilo emas, 60 kilo bo'lsangiz, bu tizangiz uchun yanada yaxshi bo'ladi. Yana rezultat yaxshi bo'ladi. Va uchinchisi ikkilamchi kasalliklar bo'lmasligi kerak bemorda. Xo'p, ikkilamchi kasalliklarda nima kiradi? Birinchi ochratda revmatologik kasalliklar kiradi. Ikkinchisi saharni diabet kiradi. Uchinchisi organizmda mineral moddalar almashinuvini buzilishi kiradi. Hali mineral moddalarni ham bir chiroyli qilib dars qilib o'tib beramiz, chunki suyakni mustahkamligini ta'minlaydigan narsa bu mineral moddalar hisoblanadi. Agar bu organizmda so'rilishi buzilsa, birlamchi yoki ikkilamchi buzilishlar bo'lsa, bu kasallikning yaxshi bo'lishi umuman mumkin emas. Bo'lmaydi. Buni to'g'risini aytish kerak. Xo'p, mana shu ko'rsatkichlardan bittasi bo'lsa ham bemorda yaxshi bo'lish darajasi yanada tushib ketadi. Faraz qilaylik, ortiqcha tana massasi bor 20 yosh. Mana shuni ham yaxshi bo'lishi 50 ga 50 hisoblanadi. Yoki misol uchun birinchisi bor, yosh nisbati 30 yosh yoki 35 yosh, qolganlari yo'q. Bunda ham yaxshi bo'lish darajasi juda past bo'ladi. Xo'p, 3-darajasiga kelsak, 3-darajasida men doim aytaman, masalan, bemorda 3-darajani bemor o'zi keltirib chiqaradi. Katta ehtimol bilan yoki ko'p bemorlarda 3-darajadan 2-darajadan 3-darajaga o'zi o'tkazib qo'yadi. Nima uchun? Faraz qilaylik, tizamda qirsillash bor, og'riq bor. Mana to'g'ri bosdim, og'riq bor. Bemor nima qiladi? Sal tizasini ichkariga yoki tashqariga bosib ko'radi. Demak, tashqariga bossa og'riq yo'q. Bo'ldi. Shu pozada ketdi endi, oyog'ini mamnun bosib. Tiza bo'g'imida. Hozir biz aytdik, tiza faqat bir tomonga harakatlanadi. Bo'ldi, mana to'g'ri holatida bir tomonga harakatlanadi. Mana bu noto'g'ri bosish hisobiga 3-darajasida masalan qirsillash bo'ladi, plus og'riq bo'ladi, plus shish bo'lishi mumkin, plus deformatsiya qo'shiladi. Deformatsiya degani tizani shaklini o'zgarishi. Faraz qilaylik, tiza mana shunday holatda bo'lish kerak, mana shunday harakatda biz ichkariga yoki tashqariga qarab bosdik, og'riqdan qutulish uchun to'g'rirog'i tiza deformatsiyaga uchradi. Bo'ldi. Deformatsiya masalan mana shu tiza bo'lsa, mana bu to'g'ri mana shunday harakatlanadi. Endi oyog'ini qiyshaytirib bosdi ichkariga. Deformatsiya bo'ldimi? Sekin astalik bilan tiza to'liq ochilib, to'liq bukilmaydigan bo'lib qoladi. Mana bu 3-darajani bemor ko'p holatlarda o'zi 70-80% holatda o'zi keltirib chiqaradi.
og'riyapti, mutaxassisga bor. Misol uchun shuni oldini olib, holatini yaxshilab, kerak bo'lsa yurishingiz to'g'rilanadi. Tizangiz 2-darajadan 3-darajaga o'tmaydi. Lekin bemorlarimiz o'zi tuzatadi-da, har xil tabobat bilanmi yoki boshqa narsa bilanmi salgina tizani holatini o'zgartiradi, bo'ldi, yuraveradi. Bunga ham sabab bor. Nima uchun aynan shunday qiladi? Mana Minsk tog'ayini mana bu medial qismi, katta qismi, bu lateral qismi. Ayollarda va erkaklarda 90% holatda osteoartroz kasalligida medialniy Minsk ketadi. Medialniy Minsk zararlanadi. Medialniy Minsk zararlanganda ko'proq oyog'ini mana tashqariga qarab bossa, og'riq qoladi. Og'riq qoladida oyog'ini mana shunday ketaveradi. Xuddi o'zicha bu tuzatdi. Yo'q. Bunga nagruzka tushmasa ham bunga nagruzka tushyapti. Endi siz lateralniy Minskni, masalan, MRTni shunday ko'rsangiz, lateralniy Minsk ham, misol uchun medialniy Minsk ham ketgan. Bu birdaniga bo'lish ehtimoli juda yuqori. Qachonki masalan muntazam yuradi, oyog'i og'rib, oyog'ingiz qanchadan beri og'riyapti? 3 oydan beri. Noto'g'ri narsa. 3 oydan beri endi u oyog'ini bunaqa bossa ham og'riyapti. Shu esida qoladi. Lekin mana og'rib turgan oyoqni salgina bunaqa bosganda og'riq qolgani undan oldingisini hech qachon eslamaydi. Hech qachon birdaniga medialniy va lateralniy Minsk zararlanmaydi. Qachonki u travma bo'lsa zararlanadi. Misol uchun yurib ketayotgandingiz, yiqildingiz yoki avtoavariya bo'ldi, oyoq qayrilib ketdi. Mana bunaqa holatida ikkala tomon ham birdaniga zararlanishi mumkin. Yoki qanaqadir operatsiya o'tkazdi yoki boshqa travma bo'lish hisobida ikkalasi zararlandi. Lekin asosan medialniy Minsk osteoartroz kasalligida 90% birinchi zararlanadi. Xo'p, demak, qirsillash bo'ldi, og'riq bo'ldi, shish bo'ldi, deformatsiya bo'ldi. Xo'p, bemor yuryapti, murojaat qilib keladi. Asosan mana bu holatida bizga murojaat qilib keladi. 3-darajasida, 2 yoki 3-darajasida murojaat qilib keladi. Oyog'im og'riyapti. Oyog'ini ko'rasiz, oyoqda endi qirsillash bilan birga g'ijirdash bor. G'ijirdash. Mana kimni oyog'ini ko'rsangizlar, zararlangan oyoq bo'lsa, g'ijir qiladi. Nima uchun? Mana bu Minsk tog'ayi yemirilgan hisobiga ikkala suyakning orasiga bir hovuch tuproq solib qo'yganday bo'lib qoladi. Mana shuni hisobidan g'ijirdash paydo bo'ladi. G'ijirdash paydo bo'ldimi, bemor harakatni cheklaydi-da, mana shu holatidan faraz qilaylik, bu hozir o'ng tiza haqida gapirayotgan bo'lsak, sekin-sekin harakatni cheklab chapga nagruzkani tushiradi. Chap oyoqqa nagruzka tushirgan hisobiga chap oyoqda 1-daraja bo'lsa, 3 oydan 6 oygacha xuddi shu holatda yursa, ikkala tiza ham bir xil bo'lib qoladi. 3-daraja bo'lib qoladi. Ya'ni biz aytdik, hozir 1-daraja 3 yildan 5 yilgacha davom etishi mumkin dedik. Hattoki 2-daraja 3 yilgacha davom etadi. 3 yilgacha davom etadi. Lekin mana bu 3-darajada 1-darajadagi oyoqni bu nagruzka tushirgan hisobiga 1 yilga qolmasdan birdaniga 3-daraja qilib qo'yadi. Endi ikkala oyoq ham og'ridi. Ikkala oyoqda ham shikastlanish bo'ldi. Vrachga murojaat qilib keladi yoki qiladigani qiladi, qilmaydigani yana yuradi bu holatda. 4-daraja kelib qoladi. 4-darajada qirsillash, g'ijirdash, pilus shish, deformatsiya va ankiloz bo'ladi. Ankiloz degani tiza bo'g'imi to'liq ochilib, to'liq yopilmasligiga ankiloz deyiladi. Ya'ni deformatsiya bo'lgandan keyin bu to'liq yopilmaydi. To'liq ochilmaydi. Ko'p holatlarda ayollarda to'liq ochilmaydi. Nima uchun? Ayollar ko'p oyog'ini mana bu holatda o'tiradi. Mana oyog'ini bukib yoki mana bu holatda o'tiradi. Bu holatda o'tirganda ko'p bukib o'tiradi. Shuning uchun oyog'i to'liq ochilmaydi. Erkaklarda bo'lsa, erkaklarda to'liq bukilmaydi. Oyog'ini ko'proq ular uzatib turadi-da, shuning hisobida ankilozlanish, deformatsiya bo'lsa, to'liq bukilmaydi.
Bilingki bu 4-darajaga qadam qo'yganligidan dalolat beradi. Xo'p, 4-darajadan keyin ham bitta chiziq chizsakda, bu 3-4-daraja bilan kasallangan bemorlar, bular hech qachon yaxshi bo'lmaydi. Hech qachon. Misol uchun kimdir sizga 3-darajani zo'r qilib 18 yoshar tiza qilib qo'yaman desa, bu noto'g'ri ma'lumot bo'ladi. Chunki tizada qaytar jarayon bor, qaytmas jarayon bor. Qaytar jarayon mana bu yerda aytgan 3 ta kriteriyasi bor. Tizada bo'lsa bu qaytar jarayon bo'ladi. Bundan pastga tushdimi, tizada qaytmas jarayon. Hech qachon Minsk tog'ayingiz oldingi Minsk tog'ay bo'lmaydi. Yoki misol uchun manfiy bosim hech qachon hosil bo'lmaydi endi bu yerda. Hech qachon sinovial suyuqlik normal holatda ishlab chiqarilmaydi. Xo'p, nima qilsak bo'ladi? Bunda faqat shu holatda jarayonni to'xtatish kerak. 3-darajami? 3-darajada tizani shu holatda to'xtatish kerak. 2-darajami? 2-darajada shu narsani to'xtatish kerak. 4-darajami? 4-darajada to'xtatish kerak. To'xtatish degani, masalan, 4-darajada sinovit, bursit, suprapatellarni bursit, tizani ko'rsangiz qizib, yallig'lanish prosesi aktivni holatida bo'ladi. Bu holatlarni yaxshilab, tizani oddiy zararlangan bo'lsa Minsk tog'ayida yoki suyuqliklar yo'qotilgan holatida harakatlanish buyuriladi. Faqatgina shu narsa bu tizada mos keladi. Lekin siz yuridingiz, endi davosi yo'q ekan, bo'ldi endi yuraman desangiz, bundan pastida ham bir narsa bor. Bu endoprotez. Protez. Chunki nima uchun? Siz 3-4-daraja bilan bemalol agar davolansangiz, holati yaxshilansa, o'zingizni shaxsiy ishingizni qila olasiz. Shaxsiy ishingiz deganda hojatingizga borasiz, o'zingiz biror joyga borib kelishingiz mumkin, o'zingiz xullas yurib, o'zingizga tegishli bo'lgan ishlarni qilishingiz mumkin. Lekin agar e'tibor bermasangiz, mana bu holatga kelib qoladi. Siz shaxsiy ishingizni qila olmaysiz, harakatlana olmaysiz. Belingiz og'risa, 2 diqqat bo'lib yoki hassani olib yurishingiz mumkin. Hojatingizga borishingiz mumkin, qo'pol bo'lsa ham. Yoki boshqa ishingizni qilishingiz mumkin. Lekin tizangiz og'risa, ming hassa bilan ham siz yura olmaysiz. O'zingizni tik tuta olmaysiz. Bu tanani ko'tarish uchun tiza mustahkam bo'lish kerak. Tiza bo'lish kerak, sonchanoq bo'lish kerak. Undan keyin siz belingizni ko'tarasiz. Shuning uchun tizani asrash kerak. Hamma asrash kerak. Qanaqadir mana bu belgilari bo'lsa, mutaxassisga borib maslahat olganingiz yaxshi bo'ladi. Agar kutib tursangiz, etap-etap bu kasallik sizni kutmaydi. Bu kasallik ketaveradi. Endi shu joyda bitta narsa aytiladi. Mana 3-4-darajasida holatni yaxshilaymiz dedik. Holatni yaxshilashga nimalar kiradi? Birinchi ochratda tizaga nagruzka tushiradigan holatlarni yaxshilashimiz kerak. Birinchisi ortiqcha tana massasi. Ortiqcha tana massasi. Agar siz ortiqcha tana massasidan qutulmasangiz, tizani muammosidan hech qachon qutulmaysiz. Ikkinchisi, tizaga keladigan mana bu yerdagi muskullarni va tizani mana eksobrazni paylari, masalan Minsk tolalarini siz mustahkam qilmasangiz, tizangiz hech qachon siz uchun xizmat qilmaydi. Agar siz mana shu ikkita narsani parallel holatda olib borsangiz, ya'ni birinchisi ortiqcha tana massasidan qutulish va ikkinchisi fiskulturalar qilib tursangiz, bu tizangiz 4-daraja bo'lsa ham siz uchun xizmat qiladi. Xizmat qiladi. Lekin mana shularni qilmasdan faqat o'tirib tizani davolayman desangiz, o'ta xato narsa. O'ta xato narsa. Endi yana bitta narsa shu yerda salgina raqamlar bilan sizlar bilan nima qilamiz? Misol tariqasida Xo'p. Sizning og'irligingiz qancha? 62 kilogramm, ha? 62 kilogramm. Bo'y uzunligi qancha? 1.68. Og'irligingiz 65 dedingizmi?
60. Demak, ortiqcha tana massasi yo'q. Normal deb hisoblasak, tizada yurganimizda, tiza bilan yurganimizda har bir normal holatdan sekin yurganimizda 2-4 barobar Newton kuch bilan ta'sir qiladi. Masalan, 2-4. Endi 60 kilogramm desak shuni 120 va 240 Newton kuch bilan bosim bo'ladi tizada. Mana bu oddiy yurganimizda. Mana bitta qadam qo'ydimmi, misol uchun menda 120 Newton kuch shuna kelib tizada uryapti bir-biriga. Xo'p, endi yugurganimizda bu 8 va 16 ga ko'payadi. Bu normal holatida. Mana shu 60 kilogramni hozir 8 ga ko'paytirsak 480, 16 ga ko'paytirsak 600, 360, 960 adashmasam. 960. Misol uchun mana shuncha kuch bilan uryapti. Endi tasavvur qiling, agar ortiqcha tana massasi bo'lsa, bu narsa bu yoqqa chiqadi. Mana bu 2-4 narsa обычный yurganimizda 8-16 ga ko'paytiriladi. Mana bu narsa 16-32 ga ko'paytiriladi. Qanaqa kuch bilan tizaga urilyapti? Agar bolg'a bilan bitta betonni shuna ursangiz, mana shu kuch keladi. Oddiy bir bolg'a bilan betonni shuna ursangiz, mana shu kuch Newton bilan ta'sir qiladi o'rtacha. Siz doimiy shu kuch bilan ta'sir qilib turibdi. Shu kuch bilan. Shuning uchun ortiqcha tana massasidan qutulish kerak. Mana bu narsa 3-4 darajaga kerak emas, ya'ni tez yurish va yugurish. Mana 3-4 daraja bormi tizangizda kasallik? Siz hech qachon yugurmaslik kerak. Zinalardan tushib chiqishda juda e'tibor berish kerak. Ya'ni tiza bosimini misol uchun ko'paytirmaslik kerak. Mana oddiygina misol tariqasida plazma qilayotgan vaqtda kimdir e'tibor bergan bo'lsa, shuni tortsangiz, kuchli bosim bilan havo keladi. Xuddi ko'piksimon havo keladi. Bilingki, mana tiza bosimi oshdi. Masalan, ko'pchilik aytadi, suv chiqdimi? Yo'q. Bu tizada siz misol uchun ko'p yurish, nagruzka hisobidan tizani bosimi oshdi. Hozir bu bosim olib tashalmaganda, bu olinmaganida tizadagi og'riq sekin kuchayib boradi. Bu bir. Keyin tizada yana bitta eng muhim narsa mashq qilish. Mana hozir darsning boshida grija kasalliklari bo'yicha yoki boshqa bo'yicha mashqlarni tushuntirib berdilar. Masalan, bo'g'im kasalliklari grija bilan bular teskari bir-biriga. Ya'ni biz aytamiz, grijada sekin etap mashqlarni ko'paytirib borishimiz kerak. Sekin misol uchun yuklamani oshirib borish kerak organizmga qarab. Bu shu yerda turgan misol uchun 20 ta 30 ta bemorni organizmi bitta emas, har xil. Unga yuklamani har xil qilib borish kerak. Tizada esa bu bir-biriga juda teskari narsa. Ya'ni tizani aktiv fazasida, tizada sinovit, bursit, suprapatilyarniy bursit bo'lgan vaqtda yoki tizada temperatura bo'lgan vaqtda, tizada og'riq bo'lgan vaqtda kategoriyskiy fizkulturani to'xtatish kerak. Yuklamani kamaytirish kerak. Biz aytdik, hozir u faraz qilaylik, mana bu kapsulaning ichiga 5 ml suv ketardi maksimal. Sinovial suyuqlik normada. Lekin tizangizda 20 ml suv bor. Misol uchun kimdandir ukun suv oldik, kimdandir mana xolamlarda misol uchun. Kecha chap tizangizda gideti salkam 20 ml suv olindi. 20 ml. Bu degani juda ham ko'p degani. Mana 5 ml eng yuqorisini hisoblasak 4 barobar ko'p degani. 4 barobar ko'p nima bo'ladi? Tiza kattalashib nagruzka bilan turibdi. Endi siz misol uchun shu holatida oyog'ini bukib nagruzka beraversangiz, bu suyuqlik ishlab chiqarilish o'rniga tashqariga bursit yoki tizani mana orqa yamkasida suyuqlik to'planishi ko'payadi-da, yana suyuqlik ko'payaveradi.
Endi 20 millilitr emas, 30 millilitr bo'ldi. 40 millilitr bo'ldi. Mana bitta bemorimizda misol uchun yaqinda bo'lgan narsa salkam 50 millilitr suv olindi. Juda ham ko'p. Uni o'zi tizani mana bu yerlarda sinovial kapsulalar bo'ladi-da, mana bunday 4 ta. Mana bu sinovial kapsulalar suyuqlik ishlab chiqaraveradi. Nagruzka tushgan hisobida kapsulada suyuqlik ko'p bo'laveradi-da, tizza shishib ketaveradi. Tizza shishib ketaveradi. Shuning uchun tizzaga mashq qilayotgan vaqtda juda ehtiyot bo'lish kerak. Mutaxassis kursni berganda yoki vrach tavsiya qilganda mashq qilish kerak. O'tkir fazasida pakoy berish kerak. Bu mashq qilmaslik kerak degani emas. Bu so'z ishlatilmadi. Faqat mashqni bilib ishlatish kerak. Mashq qilmasangiz foydasi yo'q. Chunki tizza kapsulasida maxsus qon tomir kelib, uni qon bilan ta'minlamaydi hech qachon. U faqatgina atrofdagi muskullarning hisobidan diffuz oziqlanadi. Muskul ishlamayaptimi? Demak, oziqa kirishi ham kam. Oziqa kam kirdimi? Demak, suyaklarda yemirish, osteoporoz, osteoartroz kasallik kuchayib boraveradi. Shu yerda o'z boshimchalik qilmaslik kerak. Mutaxassis vrach nazoratida vrach misol uchun ko'rsatmasi asosida fizkulturalar qilish kerak. Ko'pchilikda grija, yerda bor, ko'pchilikda oyoqda borda. Mana biz zalda tushamiz-ku, azamatni o'zi ham chalkashib ketadi-da. Sizda oyoqdami, sizda bermi? O'shani bunday alohida bilan, misol uchun bu tarafda oyoqniki bo'lsa, bu tarafda grishaniki bo'lsa, bir tarafga misol uchun sizlar oyoqni, sizlar mashg'ulot qilinglar. Biz o'shanga qarab, uni ham bezovta qilib olmaymiz-da. Kimda grijasi bo'lsa, grija tarafini bu tarafga zayyamatsa qilamiz. Taklif bo'lsa bo'laydimi? Yaxshi taklif, lekin bitta narsa bor-da. Mana shu yerda mana yosh kattalar bor. Misol uchun mana xolam olaylik yoki bularni hech kim bitta kasallik bilan kelmagan. 70-80% bemor. Mana shuni ko'rasiz. Ikkala tizzasida osteoartroz, son chanog'ida koksartroz, yelkasida artroz, endi umurtqasiga o'tsak, bo'yin belda grija. Hozir Bechora qiynalib ketadi. Har birtalar so'raydi, qayeringiz og'riydi. Hammaki uni etapma aytsin, kallasida ham qoladi. Ya endi bitta narsa, bu klinikadagi ishchilar hech qaysi bir oddiy ishchi emas, bu yerga kelib ketadigan emas. Hamma nagruzka bilan ishlaydi. Endi biza grijani alohida, tizzani alohida qilsak, bitta bemor bu yoqqa o'tib tizzani qilish kerak, bittasi u yoqqa o'tib grijani qilish kerak, keyin esdan chiqib qoladi-da, ketaveradi. Shuning uchun bizada bu narsa juda ham uzoqdan beri kelgandan beri bu takliflar beriladi. U ishni qilib ham ko'rdik, hech qachon o'zini oqlamadi, to'g'risi. Shuning uchun qachonki kasal, misol uchun mana sizni tizzangizmi, tizza bilan hech kim murojaat qilib kelmaydi. Bitta tizza bilanda beli bor, grijasi bor, grijasi ham bo'yinda, belda, koksartroz, tizzasida ham problema bor. Bitta muammo bilan kelgan kasal juda ham kam. Shuning uchun endi nagruzka bo'lsa ham etap kerak bo'lsa kartalari bor, hamma istoriyalar bor, ko'rib bitta shug'ullanish kerak bo'ladi. Keyin ko'p savol berilyapti, masalan, yotgan bemorlarga tushuntirib beryapmiz, ambulator kasallar tizzamdan suyuqlik oldi, mani ahvolim og'irlashdi degan savolni ko'p beryapti. Tizzamdan suyuqlik oldi, mani ahvolim og'irlashdi. Bu yerda bu aytilgan gapida salgina jon ham bor, ya'ni asosli ham bor, asossizi ham bor. Ya'ni agar tizzada biz aytdik hozir, men bularni kecha misol uchun tizzalardan suyuqlik olmaganimda bugun yanada og'riq kuchayardi. Lekin osmotik bosim degan narsa bo'ladi-da. Osmotik bosim degani bosim past joydan, bosim yuqori joydan bosim past joyga doim suyuqlik harakatlanadi. Misol uchun, men bu tizzadagi suyuqlikni olib tashlayversam, buni ichini biror narsa bilan to'ldirilmasa, yana atrofdan yig'averadi bu. Shuning uchun bu yerdagi tizzadagi patologik suyuqliklar maksimal darajada, misol uchun hajmiga qarab, kimdadir 10 millilitr ham biz aytamiz 5 kun lecheniya olasiz, 5 kundan keyin biz tizzangizga ko'ramiz plazma qilib. Tizzangiz toza bo'lgan bo'lsa, muolajalar davom etadi deyiladi. Mana shu
5 kun ichida sizga maksimal darajada yallig'lanishga qarshi отекni oladigan dori vositalar qo'shiladida o'sha suyuqliklarni ketkizishga harakat qilinadi. Suyuqlik olmasdan o'zi ketgani juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi. Lekin suyuqlik ketmayaptimi? Uni tezroq olish kerak. Nima uchun? Faraz qilaylik, bitta qo'lingizni suvga tiqib tursangizda, ko'p emas, 20 minut yoki yarim soat. Olingda ikkala qo'lingizni bir-biriga solishtiring. Bu bilan buni farqi bo'ladi. Keyin teringizni salgina harakatlantirsangiz, teringiz oshlanib, uvalanib ketadi. Endi tasavvur qiling, bu tizadagi suyuqlik oylar mobaynida, kimdadir yillar mobaynida turibdi. Buni tezroq olib, tiza florasini, o'sha kapsulani ichini yaxshilamasa, tizadagi osteoartroz va osteoporoz kasalligi juda kuchayib ketadi. Suyakning yemirilishi, tog'ayning yemirilishi kuchayib ketadi. Shunisi bor. Shuning uchun biza suyuqlik olingandan keyin e'tibor bersangiz, plazma uzatib qo'yiladi. Plazma shu yerdagi bosimni ushlab turadi. Qayta tiklanish, ya'ni qayta so'rilishni oldini olib turadi. Ko'p joylarda suyuqlik olinadi-da, bo'ldi, tizangiz yaxshi, keting. Harakat cheklanmaydi, bosim pasaytirilmaydi. Shuni natijasida 2 kundan keyin tizasi yana shishib ketadi. Keyin nima qiladi? U doktorga bormaydi. Bo'ldi, bormayman-da deydi. Maksimal uyda pakoy qilib dorilar ichib tizasi yaxshi bo'ladi-da, keyin miyangizda shunaqa fikr qoladi. Demak, suyuqlik oldirilsa, tizam yomon bo'lar ekan degan fikr bo'ladi. Unaqa fikr noto'g'ri fikr. Mutaxassisga borib, olib, uni o'rni to'ldirilsa, naborot tizangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Xo'p, keyingi eng ko'p beriladigan savollardan bittasi, soat necha bo'ldi? 10 ta kam 5 minut. Xo'p, ha? 5 minut. Ha, 5 minut. Shu vaqtda hamma shu yerda berilgan savollarga umumiy qilib javob bersak, men uchun ham, sizlar uchun ham yaxshi bo'ladi. Xo'p, keyingi eng ko'p beriladigan savol, tizamizga moy quyamiz. Moy quysak bo'ladimi? Moy quysak o'zi nima bo'ladi? Bu zararlimi? Har 3 oyda yoki 6 oyda o'rganib qolmaymizmi degan savollar ko'p berilyapti. Xo'p, tizaga moy quyishni faqat vrach tavsiya qilsa olinadi. Va tizani tekshirib ko'rib, tiza shunga tayyor bo'lsa, shunda qilinadi. Va tizani darajasiga qarab bu narsa buyuriladi. Tizangiz og'ridimi, faqat tizaga inyeksiya qilish ham mumkin emas. Masalan, bemorlar aytadi, "Meni tizam og'riyapti, tizama plazma qiling." MRT qilasiz, MRTda holat yaxshi. Unga kerak emas. Tizangiz og'rimasa, bu tiza hozir aytdik, biza berk idish bu. Manfiy bosim ichida turibdi. Men buni ichiga plazma quyishim uchun men buni butunligini buzib qo'yaman. Buzib travma qilinadi. Bu mikro bir mayda operatsiya bu. Buni o'shaning uchun biza elastichni bint bo'ylaymizda pakoy beriladi. Nima uchun? Bu tiza 24 soatda o'zini holatiga qaytaydi. Shuning uchun. Bu yerga moy quyish agar lozim topilmasa shart emas. Misol uchun o'zi sinovial suyuqlik ishlab chiqarilishini va tizani holatini yaxshilansa bo'ldi. Shunga yarasha misol uchun fiziologiyanalarimiz, fiskulturalar yoki dori vositalar bilan tiklansa bo'ldi, shart emas. Bu demak. Ikkinchidan, bu moyni olgandan keyin o'rganib qolish degan narsa ko'pchilik aytadi. Har 3 oyda oldim, 6 oyda oldim, 4 oyda oldim. Yo'q, hech qachon o'rganilmaydi. Hech qachon. Bu bir kasalni topgan bir nimasi deydi, bir gapi. Oddiga qanday? Masalan, faraz qilaylik, meni tizam og'rib turibdi. Men 10 kun kelib licheni oldim, 8 millionga misol faraz qilaylik, licheni oldim. Oxirida moy tavsiya qilindi, moy olindi, tizam zo'r bo'ldi. Masalan, har bir kasalga aytamiz biza, o'zingiz uchun mutaxassisga borib turing, nazoratda bo'lib turing. Chunki 2-3 daraja bu hech qachon yaxshi bo'lmaydi. Lekin vrachga borib, mutaxassisga borib maslahat olib tursangiz, o'zingiz uchun yaxshi. Bemor ishi bilan bo'lib ketdi-da, 3 oydan keyin yana mutaxassisga murojaat qilib keldi. Endi mutaxassis keladi, tizasini ko'radi, tizangizda yana shuna kasallik kuchayibdi. Yotishingiz kerak. Yo'q, doktor, yotishga iloji yo'q. Nima qilasiz? Men moy olganimda yaxshi bo'luvdim. Shu moyni menga quyib qo'ying deydi. Bo'ldi deydi, mutaxassis ham shundan qutulay deb, shuna bitta moyni qilib qo'yadi. Bo'ldi, kasal yana ketdi 3 oy.
Kasal uchun bitta zo'r ideya tug'ilib qoldi. Demak, men 8 million pul sarflagunimcha deydi. Mana shu moyni har 3 oyda olsam deydi, zo'r bo'lar ekan deydi. Bo'ldi, har 3 oyda boradi, tirs moyni oladi. Sal yaxshi, misol uchun birinchi olganda 6 oy ketgan bo'lsa, keyin 3 oy, keyin 1 oy, keyin nima deydi? Bu emas ekan bu deydi. Bu moyam deydi, odamni o'rgatar ekan, oxirida deydi, mana qisqarib kelyapti deydi. Oldin 6 oyda, 3 oyda, endi 1 oyda olayapman deydi. U nima qiladi? O'zi qilgan xatosini bu ikkinchi sherigiga aytadi. Ola ko'rma deydi. U bo'lmaydi deydi. Bu oddiygina men misol qilib aytaman, boshingiz og'ridi. Masalan, birorta og'riq qoldiruvchi ichdingiz. Keling, masalan, stramonmi, fanigami, любой bir og'riq qoldiruvchi ichdingiz, boshingiz og'rig'i qoldi. Lekin ertaga og'rimaydi degan narsa yo'q-ku. Shuni sababini qilmasangiz, asabiylashmasangiz, siqilmasangiz, uyqungiz yaxshi bo'lsa yoki misol uchun davleniyingiz ko'tarilmasa, boshingiz og'rimay yuradi. 1 oy, 2 oy shu bitta tabletka bilan. Lekin ertasi kuni ham davleniyingiz ko'tarilsa, boshingiz og'riydimi? Yana nima qilasiz? Yana sinipar yoki o'sha og'riq qoldiruvchini ichasiz. Bu ham xuddi shunday narsa. Mana buni endi yaxshi tomoni nima? Yaxshi tomoni bu xuddi tabiiy sinovial suyuqlik bu. Tabiiy sinovial suyuqlik men doim bitta narsaga o'xshataman. Masalan, Minsk tog'ay gubkaga o'xshaydi-da. Gubkaga misol uchun pastda moyka yuvadigan gel bor-ku, gelni yaxshi shimdirsangiz, kerak bo'lsa 100 ta pastdaga ham qilsangiz, kapugi chiqaveradi. Lekin o'sha bir sifatsiz bir narsa bo'lsa, 2 tadan keyin misol uchun kapugi to'xtab qoladi, yana gelga botirish kerak. Plazma sizni bu holatini yaxshilab bergandan keyin siz asray olsangiz, moy quyilgandan keyin moy quysangiz, effekti juda yaxshi bo'ladi. Ya'ni nima bo'ladi effekti? Ishqalanish kamayadi. O'zi bu yerda 3-daraja Minsk tog'ay yarmi yemirilib ketgan, o'sha yarmini asrash uchun ham ma'lum vaqtgacha siz uchun yordam berib turadi. Bo'ldi, boshqa vallomat narsasi yo'q bu narsani. Bunga tizaga shuni kiritdingiz, tizangiz 18 yoshar tiza bo'lmaydi hech qachon. Har 6 oyda olish kerak degan tushuncha ham umuman bo'lmasin. Hech qachon. Masalan, kimdadir men bemorlarim keladi, misol uchun moy olgan bemorlar 3 oyda keladi, 3 oyda tizasi yana shunaqa holat bo'lsa, lecheniya qilinadi, plazma qilinadi, plazmadan tiza toza bo'lgandan keyin qilinadi. Kimdir 1 yillab, 2 yillab ketadi. Kimdir o'zini asramasa, aytilgan narsalar qilinmasa, 2 oy, 3 oyda ham yana quyishga majbur bo'linadi. Bu shunaqa narsa. Kimdir men qo'shnim olibdi, zo'r ekan, shuning uchun olishim kerak. Qo'shningizni tizasi bilan sizni tizangiz to'g'ri kelmaydi-ku. Yoki uni darajasi bilan buni darajasi to'g'ri kelmaydi. U qilgan ishni siz qilishingiz shart emas. Faqat mutaxassis tavsiya qilinsa olish kerak. Misol uchun olingandan keyin ham buni o'zini asrash metodikalari bu. Asray olsangiz olish kerak. Bo'lmasa shunday narsaki, mana shu yurishingiz siz uchun havas bo'lib qoladi.